Hozir Timurga savollarni beramiz. IQsi nechiligini ham ko'ramiz. O, nimcha IQdan keldi? Zubnoy pasta. Pastami tepadan? Mani tepada. Yaxshi savol ekan. Agar sovun yerga tushib ketsa, u kir sovun bo'ladimi? Shilla qurt bilan shimargan qurtning nima farqi bor? Shimishda farqi bor. Yaxshi. Yosh bolachalarni lo'liga beramiz deb qo'rqitsa, lo'lilar nima deb qo'rqitadi bolalarni? Nabiga beraman. Gapir. Nima? Qora kiyim bilan yerga o'tirsa oq bo'ladi, oq kiyim bilan yerga o'tirsa qora bo'ladi. Qushlar ham ish qilsa mashinaning ustiga qora mashinaga oq tushadi, oq mashinaga qora tushadi. Chunki ularning ishi seriya bo'ladi. Agar men pulimga konditsioner oladigan bo'lsam, pulimni havoga sarflagan bo'laman. Sen konditsionerchi? Konditsioner. Nima? Nima? Konditsioner bo'ladi. Ne? Nima saner? Saner? Saner. Voy, tezki o'zbekchasan, Surxondaryoskiy. Damasga 10 kishi chiqsa nima bo'ladi? Yo'q. Bir damas bo'ladi. Bilmayman. Ko'zing o'rtasi qora ekan-a? Hamon ko'zim o'rtasi qora. Sanikiga e'tibor ber. Oborvoy. Ruslar Bodiringga nima deydi? Огурец. Zaksga deydi. Tovuq xo'rozdan qochayotganda bitta xayolda qochayotganda, o'sha qanaqa xayol? To'g'ri varing faqat. Ishq tez yugurib qo'ymaymanmikin. Chimanda ekan. Xitoylik ovqatni nima deydi? Cho'p deydi. Og'iz deydi. Bilmayman. Millionni ham kulmasang kerak, men hazillarni kulyapsan, nega ko'ngil uchun kulyapsan? Короче, o'rtoq. O'zi kommentda ham yozibdi. Baqirma! Siz menga baqirdingiz hozir? Kechir meni. Yo'q. Bitta gap ayting senga Nabi. Ayting.